Assalomu alaykum. Hozir piyoz maydonidamiz. Ushbu kontur Surxondaryo viloyati Sarasiyo tumani Shirin mahallasida joylashgan 240-kontur. Bu kontur Sarasiyo Xalq bankiga biriktirilgan. Bu konturning umumiy maydoni 23 gektar, 23 ta dehqon xo'jaliklarga biriktirilgan. Surxon sarxil mevalari kooperativga biriktirilgan. Bu loyiha 2024-yil sentyabr oyida ishga tushirilgan. 9 oy, ya'ni 270 kunda pishib yetiladi. Hozirgi kunda dalalarda piyoz pishgan, har gektaridan o'rtacha 100 tonnadan hosil olish mo'ljallanmoqda. Har bir kilogramm piyozning o'rtacha narxi 4000 so'm bo'lyapti. Demak, bitta dehqon xo'jaliklari 400 million so'm miqdorida daromad olish rejalashtirilgan. Bu piyoz ekini o'sha mineral o'g'itlar bilan, mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Hozirgi kunda oxirgi oziqlantirish ishlari amalga oshirilyapti. 15 yoki 20 kunda ushbu piyoz dalalari to'liq pishib yetiladi. Ushbu kontur Surxondaryo viloyati Sarasiyo tumani Shirin mahallasidagi 240-konturda joylashgan. Bo'ldimi?